Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizda hozirgi kunda 70 ta mamlakatdan turizm sohasini rivojlantirishga turistlar, mehmonlarimiz kelyapti. Mana shu mehmonlarimizga bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizda nafaqat o'zimizni O'zbekistonimizdan Bolgariya, Fransiya, Latviya, Litva, Estoniya. Mana bu mehmonlarimiz Fransiyadan kelyapti. Mana ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizga xush kelibsiz. Mana bu bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoro viloyatimizning Buxoro shahrida mana shunday arkimizning ro'barasida mana bunday hozirgi paytda mehmonlarimizni kutib olishda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida xalqimiz bo'y bo'lsa, davlatimiz ham bo'y bo'ladi deb mana bunday tadbirkorlikda mehmonlarimizga mana bunday Ark Frish savdo majmuasiga xush kelibsiz. Bu yerda mana bizning O'zbekistonimizda mana bunday anorlarimiz, ana bu mandarinlardan hozirgi paytda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev yerlarni ko'paytirib, mana bu qovun, tarvuzlarga tadbirkorlarimizga sharoit yaratib berganlar. Mana bunday Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Ana bu anorlarimizni ana bundan soklar qilib o'tkazib xalqimizga yetkazib beryaptilar. Mana shunday yurtda yashayotganimizga biz shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Ana almalarimiz. Chiroyli ana bular hozirgi paytda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Fuji bog'larini ko'paytiraylik, mevazorlarni, almazorlarni ko'paytiraylik deb mana bu o'zimizni O'zbekistonimizdan, bog'larimizdan mana shunday almalarimiz, mana bunday shirinliklarimiz. Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana bu yerda nafaqat o'zimizni O'zbekistonimizdan, chet mamlakatlardan ham kelib ana bunday shirin ana Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimiz Abu Ali ibn Sinolar yurti, ulug' avliyolar yurti, 7 pirlar makoni. Mana shunday o'zbek xalqimiz, ayniqsa bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimiz mehmondo'st xalq. Mana bunday keladigan mehmonlarimizga mana shunday shirin sharbatlardan, cho'ylarimizdan mana bunday limonli mana bunday sharbatlardan olib xalqimizga yetkazib beryaptilar. Mana shunday yurtga yashayotganimizga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bizdan obod va ozod vatan qolsin. O'zbekistonimizni barcha viloyatlarini gullar shahriga aylantiraylik. Mana bunday daraxtlarni, ko'kalamzorlashlarni kengaytiraylik. Biz Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizda Buxoro viloyat hokimlarimiz, tuman hokimlarimiz, ichki ishlar vazirlarimiz, milliy xavfsizliklarimiz, gayi xodimlarimiz hammalari mana shunday mehmonlarimizni shirin suxanlik, xush muomalalik bilan kutib, mana shunday hozirgi kunda mehmonxonalarimizni ko'paytirib, turizm sohasini rivojlantirib, mana bunday chiroyli avtobuslar bilan barcha Bolgariya,
Latviya, Litva, Estoniya, Afg'oniston, Dog'iston, Pokiston barcha viloyatlardan bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizga xush kelibsiz. Mana bu yer ko'hna va hamisha navqiron Buxoro shahrimizning Ark Fresh kafesiga xush kelibsiz. Mana shunday yurtga yashayotganimizga biz shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana shunday yurtga yashayotganimizga shukr qilib, shukronalar aytaylik. Bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoroy sharifimizga xush kelibsiz.